Muhtaram kuzatuvchim, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Xayrli kun bo'lsin. Charchab qolmayapsizmi dunyo tashlari bilan? Salomat bo'ling. Hammasi o'tkinchi. Dunyo tashlari o'ylantirganda o'zingizni haligi tuyniga koshonamiz bor-ku, chin dunyomizdagi. Shunda yotibman deb tasavvur qiling-da. Yaratganga yana ham bir shukronalar aytaverasiz. Oyoq qo'lingizni, to'rmijangizni bitligiga. Ovqatni o'zingiz yeb turganingizga, o'zingiz yutib, o'zingiz hojatini tashqaridan chiqarib turganingizga shukronalar qilib olasiz. Hali gapirishimdan maqsadim mana koreyalik Muhammad Xonimani bo'ynida baylab qo'ygan nimasi bo'yinbog'ini ko'ryapsiz-ku. Shundaqa bolalar uchun baylab qo'yinglar, bog'ich qilib deb atay sizlar uchun syomka qildim hozir shuni. Kadrni olishga niyat qilganman, shu hech fursat topa olmayapman. Mana hozir mana maytda ham turibdi. Kichkinagina 3 burchak sotiladi nimada 2 qavatli qilingan. Koreyada maxsus bolalar uchun bo'yniga o'sha baylab qo'yiladi-da. Mana niqqasi ham bor, tasmasi ham bor. Uni yopishtirib qo'yadigan. Eng osonda shu narsalarning karishlar ko'p narsani o'ylab chiqadi. Koreyalik Muhammad Qori O'zbekistonda o'zbekcha naqada kiyinadi, stilda, usulda demoqchiman. Shuni tomog'iga baylab qo'yganman-da, mana yo'talmaydi, burni oqmaydi. Chunki mana burun, quloq, og'iz, tomoq doktori bitta-ku, shu nima ko'proq nima cho'miltirganlaringizni ham qulog'iga paxta tiqib cho'miltiringlar. Shuni ham aytmoqchi edim sizlarga. Bolalar uchun ham, kattalar uchun ham, qarilar uchun, hamma uchun. Cho'milganda qulog'iga paxta tiqib olsa, ichkariga suv kirib ketmaydi, ko'proq shamollash shundan bo'ladi. Hozir mana Muhammad Xorin bo'ynidagi bo'yinbog'iga avvalo sizlarga aniq qilyapman. Tish kasalliklari ham, tomoq kasalliklari ham hammasi shu qulog'imizni shamollashidan, asosiy bosh yuvganimizdan keyin shu ko'proq nima tashqaridagi sovuq havodan bolalar oldini ochib yurishdan shamollaydi. Shunga shu bo'yinbog' qadab qo'yinglar demoqchiman. Nima tishlarni ham ehtiyot qiladi. Asosiy kasallik keltiruvchi tomog'imiz, anginamizda shu burnimiz, nafas yo'llarimiz shamollashi asosiy anginamizdir. Shu eng boshqari organimiz. Bu angina haqida ham alohida sizlarga maxsus anaqa kadr tayyorlayman, kuzatib boringlar. Bu Ihson qiluvchi kanalimizga a'zo bo'linglar, tarqatinglar. Eng savobli ishdan bahramand bo'linglar hammamiz. Savobga qo'shilib qolaylik demoqchiman. Salomat bo'linglar, baraka topinglar. Shu bo'yinbog'ni bolalar uchun baylaylar demoqchiman. Xayrli bo'lsin kunlaringiz.